as I can. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan milliy sertifikat imtihonida eng ko'p uchraydigan sintaksis mavzusiga to'xtalamiz. Biz bilamizki, milliy sertifikat imtihonida 11-savolda bitta gap beriladi va ushbu gapdagi so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishini to'g'ri topishingiz kerak. Ana shunday vaziyatda biz nima qilamiz? Bugun mana shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu savolni ishlash uchun birinchi o'rinda siz grammatik bog'lanishlar haqida xabardor bo'lishingiz kerak. Ya'ni grammatik bog'lanishlarni o'rgangan bo'lishingiz kerak. O'zi gapda so'zlarning grammatik bog'lanishi, o'zi umuman grammatik bog'lanish degan narsa nima degani? Bizda grammatik bog'lanishlarni ikki guruhga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi bu teng bog'lanish. Grammatik bog'lanishning birinchi yo'li bu teng bog'lanish. Ikkinchi yo'li esa tobiy bog'lanish hisoblanadi. Tobiy bog'lanishga hozir birozdan keyin to'xtalamiz. Birinchi teng bog'lanish qanday yo'llar bilan hosil qilinishini ko'rib chiqsak. Xo'p, birinchi teng bog'lanishni hosil bo'lish yo'li bu teng bog'lovchilar hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydiki, teng bog'lovchilarni faqat va degani, ya'ni faqat va biriktiruv bog'lovchisi teng bog'lanishda ishtirok etadi. Boshqa bog'lovchilar ishtirok etmaydi deb o'ylashadi. Bu xato fikr. Teng bog'lovchilar necha guruhga bo'linsa, ana shu guruhdagi har bir bog'lovchi gapda so'zlarni teng bog'lashda ishtirok etadi. Keling, buni birma-bir ko'rib chiqsak. Birinchi teng bog'lovchimiz bu biriktiruv bog'lovchi hisoblanadi. Biriktiruv bog'lovchilari ikkita so'zni biriktirgan holatda teng bog'laydi. Masalan, men va sen. Men va sen keldik desak, mana shu gapda men va sen teng bog'lanishni hosil qilyapmiz. Bu teng bog'lanishning bitta ko'rinishi. Endi keyingi ko'rinishi bu zidlov bog'lovchilari yordamidagi teng bog'lanish. Unda qanaqa bo'ladi? Unda zidlov bog'lovchilariga nimalar kiradi? Ammo, lekin, biroq, balkilar zidlov bog'lovchilari hisoblanadi. Ana shu zidlov bog'lovchilari ikki va undan ortiq so'zlarni zidlash munosabati bilan teng bog'laydi. Masalan, men emas, ammo sen. Mana shu joyda men va sen degan so'zlarimizni ammo degan bog'lovchi teng munosabatda bog'layapti. Keyingi bizani teng bog'lovchimiz bu ayiruv bog'lovchisi hisoblanadi. Ayiruv bog'lovchisi ham xuddi shunaqa so'zlarni teng bog'lashda ishtirok etadi. Misol uchun, ayiruv bog'lovchilariga kiradi goh-goh, ba'zan-ba'zan, dam-dam, bir-bir, xoh-xoh, yo-yo, yoki bog'lovchilari kiradi. Ana shulardan ixtiyoriy bittasini ko'ramiz. Masalan, mana goh-goh degan ayiruv bog'lovchi goh men, goh sen deganda men va sen degan so'zlarni teng munosabatda bog'layapti. Keyingisi bu inkor bog'lovchisi. Teng bog'lovchining keyingi turi inkor bog'lovchisi hisoblanadi. Inkor bog'lovchisi o'zi bilamiz bir dona na. U mana inkor munosabatda bo'lgan teng bog'lanishda ishtirok etadi. Misol uchun, na men, na sen. Bu yerda men va sen so'zlari na degan inkor bog'lovchisi yordamida teng bog'langan. Shu narsaga e'tibor qaratasiz. Demak, mana shu 4 ta holatda teng bog'lanish teng bog'lovchilar vositasida amalga oshyapti. Endi teng bog'lanish faqat bog'lovchilar yordamida emas, balki sanash ohangi yordamida ham amalga oshiriladi. Bu qanaqa bo'ladi? Mana buni ko'rib chiqamiz. Sanash ohangi yordamidagi teng bog'lanishda xuddi 1, 2, 3 deb qanday sanasak, ana shunga o'xshash bo'ladi. Masalan, men, sen, u. Mana men, sen, u 1, 2, 3 ga o'xshayapti. Mana shunday sanash ohangi yordamida ham teng bog'lanishni hosil qilish mumkin. Va umuman olganda mana shu teng bog'lanishlar ushbu gapdagi mazmun va grammatik jihatdan bog'langan to'g'ri hukmni toping degan savolda teng bog'lanishlar ham qatnashgan bo'ladi ABCD javoblarimizda va siz teng bog'lanishlarni topayotganda mana shu usullardan foydalanishingiz kerak. Teng bog'lanishlar yo sanash ohangida bog'langan bo'ladi, yo bo'lmasam teng bog'lovchilar yordamida bog'langan bo'ladi. Teng bog'lovchilar yordamida bog'langan vaqtda faqat va bo'lishi kerak deb o'ylamang, balki teng bog'lovchilar nechta bo'lsa, ana shularning barchasi teng bog'lanishda ishtirok etishi mumkin. Endi teng bog'lanishni ko'rib chiqqan bo'lsak, endi grammatik bog'lanishlarda bizda tobiy bog'lanish degan narsa ham bor. So'zlarning tobiy bog'lanishidan ikkita narsa hosil bo'ladi. Biri so'z birikmasi, ikkinchisi esa gap.
so'zlarning tobiy bog'lanishidan so'z birikmasi va gap hosil bo'ladi. Hop, birinchi o'rinda so'z birikmasi qanday hosil bo'lishini o'rganib chiqamiz. O'zi so'z birikmasi bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? So'z birikmasi bo'lish uchun ikkita mustaqil so'z turkumi bir-biriga mazmun va grammatik jihatdan bog'lanish kerak, shart. Ya'ni bitta yordamchi so'z turkumi bilan bitta mustaqil so'z turkumi birikib so'z birikmasini hosil qila olmaydi. Alohida olingan so'zlardan faqat taqlid so'z bilan mustaqil so'z turkumi birikib so'z birikmasini hosil qilish mumkin va qolgan paytlarda faqat o'zaro mustaqil so'z turkumlari birikib so'z birikmasini hosil qilish mumkin. Bitta dona ko'makchi bilan bitta otni biriktirib so'z birikma qila olmaymiz. Shuning uchun ikkita mustaqil so'z turkumi bir-biriga mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishi kerak. Misol uchun, a'lochi o'quvchi deganimizda a'lochi bu sifat so'z turkumi, o'quvchi bu ot so'z turkumi va shu ikkita so'z bir-biriga birikib, ham mazmunan ham grammatik ohang jihatdan birikib so'z birikmasini hosil qilyapti. Va biz mana shu birikuvda doimo tobiy va hokim munosabatda bo'ladi bu birikuv. Teng munosabatda bo'lmaydi, boya o'rganganimizdek. Shunda tobiy so'z qanaqa bo'ladi, hokim so'z qanaqa bo'ladi? Buni qanday topamiz? Tobiy va hokim so'zni topish uchun bizda birinchi kelgan so'z, birinchi qaysi so'z kelsa, o'sha so'zni tobiy so'z deb olasiz. Ikkinchi qaysi so'z kelsa, o'sha so'zni hokim so'z deb olasiz. Misol uchun, a'lochi o'quvchi deganimizda a'lochi degan so'z birinchi kelyapti, biz uni tobiy so'z deb olamiz. O'quvchi degan so'z ikkinchi kelyapti, biz uni hokim so'z deb olamiz. Demak, mana shu talablarga javob bersagina, mazmuni to'g'ri kelsa, grammatik jihatdan bog'lansa va ikkita mustaqil so'z turkumi yoki alohida olingan so'zlardan taqlid so'z bilan qaysidir mustaqil so'z turkumi bog'lanadigan bo'lsa, biz mana shu ikkita birikuv, ikkita bog'lanishni so'z birikmasi deb ataymiz. Endi gap qanaqa bo'ladi? Gap bu hukm bo'ladi. Gapda ega va kesim bo'ladi. Masalan, men bordim, sen bording, u bordi, biz bordik yoki gullar chiroyli deydigan bo'lsak, mana shunaqa hukm, ega va kesim bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha ega va kesimning birikuvi so'z birikmasi emas, gap hisoblanadi. Va lekin bitta narsaga e'tiboringizni qarating, tobiy bog'lanishlarni sizdan so'rayotgan vaqtda siz ham so'z birikmalarini sanaysiz, ham tobiy bog'lanishlarni, ham gapni sanaysiz. So'z birikmasini ham, gapni ham qo'shasiz. Faqat so'z birikmasini so'raganda unda ega va kesimning birikuvini olmaysiz. Shu jihatiga e'tibor qaratishingiz kerak. Endi faqat sintaksis mavzusi qoidalar bilan bitmaydi. Siz sintaksisni yaxshi o'zlashtirishingiz uchun, sintaksisga oid gaplardan bemalol bog'lanishlarni topib olishingiz uchun juda ko'p gaplardan so'z birikmalarini, bog'lanishlarini topishingiz kerak. Endi bundan keyingi hozir mavzuyimizda biz bog'lanishlarni gapdan qanday oson topamiz? Amaliyotda o'rganganlarimizni qanday qilib qo'llaymiz? Mana shu narsaga to'xtalamiz. Davom etamiz o'quvchilar. Bundan oldin demak teng bog'lanishlar, tobiy bog'lanishlar haqida to'xtaldik. Endi amaliyotda ularni qanday qilib qo'llaymiz? Mana shu narsaga to'xtalamiz. Birinchi o'rinda qarang. So'z birikmasi bo'lish uchun doimo ikkita so'z bo'lish kerak. Bitta so'z, ikkita so'z. Uchta bo'lib ketmasligi kerak. Masalan, qarang, mana bunaqa bo'lmasligi kerak. Yaxshi kitobni o'qigan o'quvchi, mana kitobni o'qigan o'quvchi. Uchta bo'lmasligi kerak. Qachon uchta bo'ladi? Mustasno holati ham bor, baribir bizda. Hamma qoidani bitta ammosi bor. Bu yerda ham xuddi shunday, qachon uchta bo'ladi? Mana shu 7 ta holatda, mana shu 6 ta holatimizdagina bizda so'z birikmalarida 1, 2, 3 ta so'z qatnashishi mumkin. Qolgan holatlarda mutlaqo 3 ta so'z qatnashmaydi. Endi bu 6 ta holat qaysi? Shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib KFSQ, ya'ni ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi yo tobiy yo hokim so'z bo'lib kelganda biz unga bir so'z sifatida qaraymiz. Yo tobiy so'z sifatida qaraymiz, yo hokim so'z sifatida qaraymiz. Bu faqat sintaksisda esingizda bo'lsin, morfologiya yoki boshqa bo'limlarimizda so'z turkumlarini aniqlayotganda emas, faqat sintaksis bo'limida bog'lanishlar yoki bo'lmasam sintaktik tahlillar, gap bo'laklarini aniqlayotganda mana shu quyida yozgan 6 ta narsamga nisbatan bir so'z sifatida qaraymiz, nechta so'zdan tashkil topishidan qat'iy nazar. Masalan, shundan birinchisi bu ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi hisoblanadi. Ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi, masalan, o'qib chiqdi degan ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi. Shuni bir o'zi, o'qib chiqdini o'zi bu hech qachon so'z birikmasi bo'la olmaydi. Uni yonidan yana bitta tobiy so'z aytsakkina so'z birikmasi bo'lishi mumkin.
Masalan, yaxshi o'qib chiqdi. Bu yerda o'qib chiqdi KFSQ bo'lgani uchun unga bir so'z sifatida qaraymiz. Ikkinchi so'zimiz esa mana bu. Mana aytdim, so'z birikmalarida doim ikkita so'z bo'lishi kerak. Birinchi so'z bu, ikkinchi so'z bu. Bu yerda 3 ta so'z bo'lib ketganiga sabab ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi borligi uchun. Agar ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi yo'q bo'lsa, biz 3 ta so'z olishga haqqimiz yo'q. Keyingisi xuddi shunday holat, keyingisi bu qo'shma fe'llarda. Qo'shma fe'llarda ham xuddi shunaqa. Qo'shma fe'llarga ham biz bir so'z sifatida qaraymiz. Masalan, sotib oldi degan qo'shma fe'lni oladigan bo'lsak, kitobni sotib oldi deganda kitobni bu tobiy so'z, sotib oldi bu hokim so'z. Nima uchun 3 ta so'z bo'lsa ham biz so'z birikmasiga olyapmiz? Buni sababi mana bu qo'shma fe'lga bir so'z sifatida qaraganimiz uchun. Agar mana shu qo'shma fe'l bo'lmaganda edi, biz bu yerda 3 ta so'zni olishga haqqimiz yo'q bo'lar edi. Endi keyingisi edi, emish, ekan to'liqsiz fe'llari o'zidan oldin kelgan so'z bilan birgalikda bitta so'zni hosil qiladi. Masalan, borgan edi. Borgan ediga borganda tobiy, ediga hokim so'z sifatida qaramaymiz. Borgan ediga bir so'z sifatida qaraymiz. Masalan, piyoda borgan edi. Bu yerda piyoda birinchi so'zimiz, borgan edi ikkinchi so'zimiz. 3 ta so'z bo'lsa ham biz so'z birikma sifatida olyapmiz. Buni sababi edi, emish, ekan to'liqsiz fe'llariga bir so'z sifatida qarashimizda. Keyingisi xuddi shunday iboralarga bir so'z sifatida qaraymiz. Iboralar 5 ta so'zdan iborat bo'ladimi, 10 ta so'zdan iborat bo'ladimi, nechta so'zdan iborat bo'lishidan qat'iy nazar iboralarga bir so'z sifatida qaraladi. Masalan, tepa sochi tikka bo'ldi. 1, 2, 3, 4 ta so'zdan iborat, lekin baribir biz unga bitta yo tobiy yo hokim so'z sifatida qaraymiz. Masalan, shuni so'z birikma qilmoqchi bo'lsak, buni bir o'zi so'z birikma bo'la olmaydi. Yonidan yana bitta tobiy aytishimiz kerak. Uning tepa sochi tikka bo'ldi kabi. Endi davom etamiz. Keyingisi bo'lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq bog'lamalari. Bizda ot kesimni shakllantiradigan bo'lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq degan bog'lamalar bor. Mana shu bog'lamalar ham o'zidan oldin kelgan so'z bilan birgalikda bir so'z sifatida qaraladi. Bu faqat sintaksisda. Masalan, talaba sanaladi. Mana shu talaba sanaladi degan so'z bitta so'z. Endi yonidan aytsak bo'ladi. Yaxshi talaba sanaladi, chiroyli talaba sanaladi, tartibli talaba sanaladi. Endi mana shu yaxshi, chiroyli, tartibli degan tobiy so'zlarni aytganimizdan keyin u so'z birikmaga aylanadi. Buni bir o'zi so'z birikma bo'la olmaydi. Endi keyingi holatimiz sifatning orttirma yoki ozaytirma daraja shaklini hosil qiladigan juda, g'oyat, bag'oyat, sal, picha so'zlari mana shu sifatning aynan darajasi bo'lib kelganda yoki bular ba'zan ravishning darajasi bo'lib keladi. Ana shu holatlarda ular ham yonidagi sifati yoki yonidagi ravishi bilan birgalikda bir so'z sifatida qaraladi. Ularni ham biz bir so'z deb qabul qilamiz. Masalan, juda chiroyli. Juda chiroylini o'zi so'z birikma emas. Juda chiroyli ko'ylak, juda chiroyli qiz desak, endi u so'z birikmani hosil qiladi. Demak, e'tibor bering, siz 3 talab, 4 talab so'zni olib tashlashingiz uchun so'z birikma sifatida 3 talab so'zni qamrab olishingiz uchun sizga sabab bo'lish kerak. Bu sabablar mana 6 ta. Shu 6 ta holatdagina so'z birikmalari 2 va undan ortiq so'zdan iborat bo'lishi mumkin. Qolgan hech qaysi holatda so'z birikmalari 2 va undan ortiq so'zdan iborat bo'lmaydi. Keyin mana yordamchi so'z turkumlari kelganda ham ularga ham bir so'z sifatida qaraymiz. Masalan, ruchka bilan yozdi desak, ruchka bilan yozdi. Bu yerda ham ruchka bilan bu tobiy so'z, yozdi esa hokim so'z hisoblanadi. Bu joyga ham e'tibor qaratib qo'yasiz. Endi mana yuqoridagi gapga diqqatingizni qarating. Yuqoridagi gapimizda bizda mana gapdan, endi bizga gap berilsa, o'sha gapdan so'z birikmasini qanday topish o'rgatilgan. U uchun boya aytgan 6 ta qoidamga amal qilgan holatda va undan oldingi doskamizda yozilgan ma'lumotlarga amal qilgan holatda ketma-ketlikda so'z birikmalari topishni boshlaymiz. So'z birikmalari topishda har doim birinchi qiladigan ishingiz, eng birinchi qiladigan ishingiz bu kesimni topib olish shart, eng birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda esa kesim orqali egani topib olish kerak. Xo'p, shu ishni bajaramiz. Ahror tarixdagi voqealarning barchasini yaxshi tasvirlab berdi degan gap ekan.
Kesim birinchi. Tasvirlab berdi kesim. Bu yerda nima uchun berdini kesim olmayapmiz? Sababi bu yerda tasvirlab berdi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi hisoblanyapti va boya aytganimizdek, ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalariga biz bir so'z sifatida qaraymiz. Shuning uchun bu yerda tasvirlab berdini o'zini kesim deb olyapmiz. Ikkita so'z bo'lsa ham. Agar KFSQ bo'lmaganda edi, biz ikkita so'zni kesim olishga haqqimiz yo'q edi. Endi shu kesim orqali egaga kim, nima, qayer so'roqlarini berib, egani topib olamiz. Tasvirlab berdi kesim, kim tasvirlab berdi? Ahror tasvirlab berdi, bu ega. Endi shu joyda yaxshilab diqqat qaratasiz. Egani kesimni topib olganingizdan keyin yozib oling mayli mana. Birinchi tobiy bog'lanishimiz Ahror tasvirlab berdi. Bu gap, ega va kesimning birikuvi gap hisoblanadi. Bu birinchi tobiy bog'lanish. So'z birikma emas. Endi so'z birikmalarini topamiz. So'z birikmalari har doim kesimning yonidagi so'zdan boshlab topilishi kerak. Boshidan emas. Agar boshidan topsangiz, ba'zi holatlarda xato kamchiliklarga yo'l qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun so'z birikmalarini topayotganda har doim kesimning yonidagi so'zdan boshlashimiz kerak. Xo'p, kesimning yonidagi so'zga e'tibor qaratamiz. Yaxshi, bu mustaqil so'z turkumi. Boya aytdim, mustaqil so'z turkumlarigina tobiy va hokim munosabatda ishtirok eta oladi dedim. Demak, biz buni bemalol tobiy so'z sifatida ishtirok ettira olamiz. Yaxshi tasvirlab berdi. Bu birinchi so'z birikmasi hisoblanadi. Bu yerda nima uchun 3 ta so'z bo'lyapti? Aslida 2 ta so'z bo'lish kerak. Bu yerda 3 ta so'z bo'lganiga sabab tasvirlab berdi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi va biz ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalariga bir so'z sifatida qaraganimiz uchun bu yerda 3 ta so'z bo'lsa ham so'z birikmasi bo'lyapti. Chunki yaxshi birinchi so'zimiz, tasvirlab berdiga bir so'z sifatida qaraymiz, u ikkinchi so'zimiz. Mana ikkita so'z birikib, so'z birikmasini hosil qilyapmiz. Va bu yaxshiga x chizamiz. Chunki bundan biz foydalanib bo'ldik. Endi qaytib bundan tobiy so'z sifatida foydalanmaymiz. Ya'ni tobiy so'z bu birinchi kelgani, undan qaytib tobiy so'z sifatida foydalanmaymiz. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, mana shu joyda yana bitta qoidani aytaman. Daftaringizga yaxshilab yozib oling. Agar so'z birikmalarini topayotgan paytimizda bizga berilgan gapda teng bog'lanish bo'lmasa, mutlaqo teng bog'lanish yo'q bo'lsa, mana qarang. Boya teng bog'lanishni tushuntirdim. Teng bog'lovchilar yordamida, sanash ohangi yordamida hosil bo'linadi dedim. Bu yerda mana qaraydigan bo'lsangiz, na teng bog'lovchi bor, na sanash ohangi yordamida ikkita so'z bir-biriga teng munosabatda bog'lanyapti. Hech qaysisi bo'lgani yo'q. Demak, gapda teng bog'lanish yo'qmi? Teng bog'lanish yo'q bo'lsa, gapdagi so'zlar bir martadan tobiy so'z sifatida ishlatilana oladi. Bir martadan tobiy bo'ladi. Hech qachon mana qarang, tobiy bu birinchi kelganlar. Qarang mana, yaxshi, barcha, voqea, tarix. Hech qaysi takrorlanmadi birinchi o'rinda. Ya'ni tobiy bo'lib, hech qaysi takrorlanmadi. Hokim bu hokim har qanday holatda ixtiyoriy, xohlasa bitta so'z 10 marta hokim bo'lib keladi, xohlasa 1 marta hokim bo'lib keladi. Chunki u mustaqil hokim, tobiy esa tobiy, u egiluvchan, u motiv biron bir so'zga. Shuning uchun tobiy so'z sifatida agar gapimizda teng bog'lanish yo'q bo'lsa, biz bitta so'zni bir martadan tobiy qilish imkoniyatiga egamiz. Shuning uchun men bu yaxshiga men x chizib qo'ydim, undan qaytib foydalanmayman. Endi keyingi so'zga to'xtalamiz. Barcha degan so'z bu mustaqil so'z turkumi. Demak, buni bemalol biz tobiy so'z sifatida ishlata olamiz. Barchasini tasvirlab berdi. Barchasini yaxshi desak, mazmun jihatdan birikkani yo'q. Barchasini tasvirlab berdi desak, mazmun jihatdan birikyapti. Va bu so'z birikmasini hosil qiladi. Bu yerda 3 ta so'z bo'lishiga sabab, yana boya aytganimdek, tasvirlab berdi KFSQ bo'lganligi uchun 3 ta so'z ishtirok etyapti. Agar shu yerda KFSQ bo'lmaganda edi, 2 ta so'zdan iborat bo'lar edi. Mana bundan keyingi so'z birikmasida 2 ta so'zdan iborat bo'lyapti. Sababi bu yerda mana keyingi so'zga to'xtalaylik. Demak, barchasi degan so'zga x chizdik. Bu so'zdan foydalandik. Endi qaytib foydalanmaymiz tobiy so'z sifatida. Endi keyingi so'zga to'xtalamiz. Voqealarning degan so'z. Bu mustaqil so'z turkumi. Buni ham bemalol tobiy qism sifatida ishlata olamiz va voqealarning degan so'z barchasi degan so'zga birikyapti. Mana ikkita so'zdan iborat bo'lyapti. Nima uchun voqealarning barchasini tasvirlab berdi demayapmiz? Chunki o'zi voqealarning barchasi mana ikkita so'zdan iborat bo'lib bo'ldi. Bizga uchinchi so'z ortiqcha. 3 ta so'zdan foydalanishimiz mumkin emas. Faqat boya aytilgan 6 ta mustasno holatdagina so'z birikmalari 3 ta yoki 4 ta so'zdan yoki undan ortiq so'zdan iborat bo'lishi mumkin. Agar o'sha 6 ta mustasno holatimiz bo'lmasa, hech qachon so'z birikmalari
3ta yoki 4ta yoki undan ortiq so'zdan iborat bo'lmaydi. Har doim ikkita dona, ikkita qismdan iborat bo'ladi. Xuddi mana bunga o'xshab voqealarning barchasi. Bu yana bitta so'z birikmasi. Keyingisi, demak bu so'zga ham ekitsizlik. Bundan ham foydalanib bo'ldik tobi so'z sifatida. Endi keyingisi tarixdagi bir dona so'zimiz qoldi. Tarixdagi voqealar. Bundan ham mana 2 dona so'zdan iborat bo'lyapti, chunki bu yerda hech qanday mustasno holat yo'q. Mana e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, bizda umumiy grammatik bog'lanishlar 1 2 3 4 5 tani tashkil etdi. Shundan teng bog'lanish yo'q, 0 ta. Tobiy bog'lanishimiz 5 ta. Shundan so'z birikmasi 4 ta, gap esa bitta. Ega va kesimning birikuvi bitta gap hisoblanadi va bitta tobiy bog'lanishga olinadi. Umumiy grammatik bog'lanishlarimiz 5 ta, shundan 4 tasi so'z birikmasi, bittasi esa gap. Teng bog'lanishimiz yo'q. Har qanday gapdan so'z birikmalarini mana shu qoidalarga amal qilgan holatda topsangiz, bemalol 11-savolga to'g'ri javobni topa olasiz. Buning uchun siz kamida 50-60 talab gaplardan so'z birikmalarini topishingiz va uni ustozingizga tekshirtirishingiz shart. Va bunda men maslahat beraman. Birinchi 5 ta gapdan so'z birikmasini toping, uni ustozingiz tekshirsin, undagi xato kamchiliklaringizni tushunib olganingizdan keyin keyingilariga o'ting. Birdaniga 50 ta gapni tahlil qilib, bir xil xatoni qayta qilgandan ko'ra, xatoni tuzatib, keyin davom etgan yaxshi. Va buni amaliyotda qaysi o'quvchi ko'p qo'llasa, ko'p takrorlasa, ko'p amaliyotda sinasa, ana o'shandagina sintaksis mavzusini yaxshi o'zlashtirishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.